Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz onani stressi, ya'ni ichki nizosi bolaga qanday ta'sir o'tadi. Xo'sh, biz ko'p holatlarda aytamiz, o'zing qanaqa holatdasan? Bolam agressiv, yig'loqi, injiq, yig'laveradi. Ayniqsa 5-6 yoshgacha bo'lgan farzandning holati uzluksiz ravishda onasiga bog'liq. Ya'ni ona o'zini holatini farzandiga o'tkazadi. Biz asabiylashsak, kuzating, hattoki chaqalog'imiz ham yotgan joyda bezovtalanishni boshlaydi. Hech kim unga tegmasa ham, qorni to'q bo'lsa ham, uyqusi ravon bo'lgan bo'lsa ham. Ya'ni bizni ichki ruhiy holatimiz bolamiz bilan uzluksiz ravishda bog'liq. Bu shunchaki bir qanaqadir o'xshatish emas, fan bilan tasdiqlangan ma'lumot. Biz o'zimizdagi kechinmalarni bolalarimizga o'tkazishimiz, bolalarimiz bizga o'xshab, biz yomon ko'rgan insonlarni yomon ko'rishi, biz qabul qila olmagan holatlarni qabul qila olmasligi, xuddi biz kabi ovqat yeyishi, jahli chiqqanda xuddi biz kabi javob qaytarishi, bularni hammasi ko'rib, his qilib bolaga ota tomonidan meros qilib berilgan DNK hisoblanadi. Ya'ni siz hozirgi kunda o'zingizni holatingiz, o'zingizni aqliy salohiyatingiz, o'zingizni ruhiy holatingizdan kelib chiqib, o'zingizni baholagan holatda keyin farzandingizga qarang. U ham xuddi shu holatda bo'ladi. Siz hozir uyda qandaydir nizoli vaziyatdasiz, jizzakilashib qolgansiz, asabiysiz, sizni bolalaringiz 2-3 ta bo'lsa, o'rtasida nizo kelib chiqishni boshlaydi, yoki maktabda urushib keladi, jamiyatda urushib keladi. Lekin o'zi sizni agar tabiatingiz urushqonmas, oddiy, xotirjam, bir muammo masalasi bo'lsa o'tirib kelisha oladigan inson bo'lsangiz, sizni farzandingiz xuddi o'zingiz kabi qanaqadir muammoli vaziyatlarga kelganda to'g'ri yechim qila olishni biladi. Ko'p holatlarda onani ruhiy holati farzandga bog'liq. Onani ruhiy holati farzandi bilan bog'liq, lekin shu onani shu ruhiy holatga soladigan jamiyat, bunga ko'makdosh. Biz o'zimizni ota-onamizga, erimizga, qaynonamizga ko'rsata olmagan e'tirozimizni ko'p holatlarda farzandlarimizga ko'rsatib qo'yamiz va farzandlarimiz bizdan o'rganadi. Biz ham o'zimizdagi negativ emotsiya, holatlarni kattaligi bildira olmaganimiz kabi farzandlarimiz ham bizga bildira olmasdan o'zidan kichik bo'lgan insonlarga ko'rsatishni boshlaydi. Jamiyatda, ya'ni o'rtoqlari, do'stlari, ukasi, akasi bilan nizo keltirib chiqishni boshlaydi. Ko'p holatlarda farzand asabiyligi, jizzakiligi, urushqoqligi, bir vaziyatda yig'lashi, injiqlanishi, to'polon qilishi bu uyda ko'rgan stereotiplardan bog'liq hisoblanadi. Biz er-xotin urushayotganda jahlimiz chiqib ketsa nima qilamiz? Baqir-chaqir qilamiz, janjal qilamiz, narsa otamiz. Uni ko'rgan farzand xuddi shu narsani takrorlaydi. Ya'ni siz unga yoqmaydigan holatda qilsangiz, unga yo'q desangiz, e'tiroz bildirsangiz, xuddi shunaqa baqirgan, narsa otgan va bizdan ko'rib o'rgangan narsasini takrorlagan. Ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'ladiki, o'zimni ham hayotimda hattoki hech esimdan chiqmaydi. Ovqatlanish joyiga kirganmiz, bolalar o'yingohi yonida bo'lgan, yonida joylashganmiz, bolalarni planshetkaga qoldirganmiz. O'tiribman, tanish ovoz, o'zimni katta qizimning ovozi hammaga bosh bo'lib olib turib urishyapti. Ya'ni o'yinchoqlarni yoyib tashlabsizlar, qani tez yig'ishtiringlar, meni jahlim chiqyapti. Yig'ishtirasizlarmi? Priziv beryapti, xuddi o'zim kabi. O'zim ham uyda shunaqa, o'yinchoqni yoyib tashlabsan, yig'ishtirasanmi, taklif qilaman. 3 marta priziv beraman. Qani kelinglar yig'ishtiramiz deyman. Uje meni aytganimni qilmasligim boshlashdi, bolalar qattiq chegara qo'yib, ularni tartibga chaqirishni boshlayman. Xuddi shunaqa tartibga chaqiryapti bolalarni. 3 yoshli bola uyda ko'rgan muhitni hattoki jamiyatga olib chiqib, bolalar o'yingohida, bog'chada qo'llashga harakat qiladi. 3 yosh, 4 yoshli bolalar xuddi bizani nusxamiz bo'ladi. Bizni ruhiy holatimizning nusxasi. Biz jamiyatda, oilada o'zimizni tutish modelimizning kichik nusxachasi bo'ladi. Ko'p holatlarda so'rashadi. Ayniqsa podkastimdan keyin shu savol kelgan menga, siz 3-farzandimni inklyuziya bolasi, shu sababdan men shu sohaga kirib kelganman dedingiz. Hozirgi kunda farzandingiz ruhiy aqliy salohiyati qanaqada? Hozirgi kunda meni farzandim %100 sog'lom bola, ya'ni katta ikkita farzandimdan ham ko'ra aqlliroq deyman. Nega? Chunki o'zi sog'lom bolacha bo'lgan, shunaqa bo'lib qolishi mumkin degan ehtimol berishgan. Bu ehtimollar nazariyasidan qo'rqqanim sabab men bu bolaga bor fokusimni uni rivojlanish davriy etaplariga juda bir
upor berib qaraganman, mas'uliyat bilan yondashganman. 3 oyligidan shu rang-barang kitoblar, shiqildoqlar, mashg'ulotlar, oyog'ini tegi sujuk top bilan mashq qildirish, gimnastika mashg'ulotlari, bog'chani ham shunaqasini topib qo'yganman, pitaniyasi joyida, gluten free nutritsiologiya bilan foydalangan holatda shakar yemaydigan tizim, psixolog darsi bor, ingliz tili darsi bor. 1,5 yoshli farzandim hozir to'laqonli ravon gapirib, aqliy salohiyati joyida. Biz qanaqadir holatlarni ko'rganimizda uni o'zgartirib bo'lmaydi deb ko'p holatda o'ylaymiz. Ya'ni farzand injiq bo'lishi tabiiy hol, hay indamay o'tib ketadi. yoki bolam endurays sip qo'yadi, hay indamay o'tib ketadi. Hozir buni shunaqa yosh davri o'tib ketadi. Hozir bu qo'rqoq o'tib ketadi. Katta bo'lsa chuvaladi. Yo'q, o'tib ketmaydi. Qachonki siz unga yechim bermasangiz o'tib ketmaydi. Hozirgi kunda sizning farzandingiz agressiv, qo'rqoq, urushqoq, yig'loqi, sep qo'yadi yoki qanaqadir tindog'ini tishlaydi, ko'zini pirpiradigan kasallari bormi? Bu o'tib ketadi degani emas. Bunga yechim qilish kerak degani. Ya'ni siz kuzating o'zingizni. Siz ularga qattiqqo'llik qilyapsiz, ularni qattiq jazolayapsiz, qattiq o'zingiz qo'rqyapsiz yoki qattiq farzandni qo'rqityapsiz. Uni ruhiyatini sindirib qo'yuvchi qattiq omillar bor hayotimizda. Shu narsani kuzatib, shu narsalarni joy-joyida hal qilib yechim bermasak, farzandimiz katta bo'lganda ham jamiyatda o'zini o'rnini topolmaydigan, o'sha qo'rqoq, hayotiy pozitsiyaga ega emas, bir ishni eplay olmaydigan bolacha bo'lib tarbiya topadi. Nega biz bolaligida oddiygina stakanga suv qo'yadigan payti "Tegma, eplay olmaysan, tushsa sinadi" deb jazolaymiz. Oddiygina loyga suvni aralashtirib, qanaqadir o'yin bir narsa yasayotganda "Qoch, kirq qilibsan, hamma yo'lni loy qilibsan, rasvo qilibsan, qo'lingni yuv" deb tanbeh beramiz. Arzimagan, siz aytadigan, siz o'ylaydigan arzimagan narsalardan farzandimiz ruhiyati shakllanadi. Biz uyda juda ideal, toza ayol bo'lishimiz mumkin. Hamma narsa joy-joyida turishni xohlashimiz mumkin. Lekin bu bizni bolamizning ruhiyatiga chuqur ta'sir qiladi. Bolaning o'ziga ajratilgan o'yin maydongohi bo'lishi kerak. Shart emas uni обязательно bir qanaqadir chiroyli, qanaqadir xonasi bo'lishi, qanaqadir qimmat o'yinchoqlari bo'lishi, oddiygina uy anjomlaridan, keraksiz idishlardan foydalangan holatda, keraksiz xona bo'lsin, qanaqadir bolalarcha bezatgan holatda bolaga o'ziga, ya'ni maydoncha qilib berish kerak. Mana seni maydoning, xohlaganingcha tajriba qil, o'rgan, rivojlandir. Biz agar farzandlarimizga shunga o'xshagan erkinlik bermasak, qat'iylik bilan erkin tarbiya yo'lini tanlamasak, kelajakda o'ziga ishonmaydigan, boshqalar bilan konflikt kelishadigan yoki jamiyatda, hayotda o'zini o'rnini topishda qiynaladigan, bir inson bilan nizo qiladigan yoki bir joyga, ish joyiga borsa, ish joyida o'zini o'rnini topib ishlab keta olmagan farzandlarni tarbiya qilamiz. Shu sababdan agar hozirgi kunda sizning farzandingiz qanaqadir agressiv, depressiv, qo'rqoq, jizzaki, sep qo'yadigan, tirnog'ini tishlaydigan, ko'zi pirpiraydigan, duduqlanadigan kasallar bo'lsa, o'tirib o'ylab ko'ring. Qayerda siz tarbiyasida uni ruhiyatini buzishga harakat qilyapsiz, uni chegarasini buzishga harakat qilyapsiz, uni erkinligini olib qo'yyapsiz va o'zingizni ham bolaligingizga qarab qo'ying. Qayerda sizda xuddi shunaqa holatlar bo'lgan. Bizni ham ota-onamiz o'zini ota-onasida ko'rgan tarbiya usulini qo'llagan. Siz ham xuddi shu tarbiya usulini qo'llayapsiz. Agar bilmasak, o'rganishimiz kerak. Agar to'g'ri, erkin, chegarada tarbiyalash yo'lini bilmasak, o'rganishimiz kerak. Hozirdan hoziroq shunga o'xshagan tekin darsliklar, kitoblar o'qib, hattoki arzimagan shu podkastlar ko'rib ham o'rganish mumkin, hayotda qo'llash mumkin. Juda ham ko'p kommentariy olaman. Bepul efirlaringizdan, reelslaringizdan, podkastingizdan keyin men farzandimga bo'lgan muomalamni o'zgartirdim. Qattiq xato qilganimni tushunib yetdim. Berayotgan bilimlaringiz uchun rahmat. Bunaqa ma'lumotlar to'plami juda ham ko'p internetda. Zamon rivojlangan paytda men bilmayman, boshqacha bo'lishni bilmayman, men uddalay olmayman deb o'tirmasdan harakat qilib, hozir shu kundan, shu soatdan boshlasangiz harakatni, ertaga 1 yildan so'ng natijasini ko'rganingizda o'zingizga rahmat aytasiz. Agar siz hozirgi kunda farzandingiz injiqligidan, uni tilini topolmasdan, u bilan kelishishdan qiynalayotgan bo'lsangiz, u bilan qanaqa sog'lom, to'g'ri mashg'ulotlar o'tkazib, to'g'ri sog'lom vaqt o'tkazishni bilmayotgan bo'lsangiz, biz buning uchun metodika qo'llanmasi qilganmiz. Ya'ni men yomon ona emasman degan mualliflik kursim bor. Bu kurs olganingizda siz farzandingiz, nafaqat kasal farzandni, sog'lom farzandlarni diagnostika qilish, ularning temperamentini o'rganish,
berish, ularga to'g'ri yo'nalish berish, ularga o'z kasbini, o'z qalb kasbini topib, dunyoda hayot o'z o'rnini topishga yordam beruvchi eng yaxshi onaga aylanish sirlari bilan bo'lishganman. Agar sizga metodika darsim qiziq bo'lsa yoki mani konsultatsiya diagnostikam qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling va biz sizga yechim beramiz, metodika haqida to'liq ma'lumot beramiz.